bizga qolmaydigan dunyo uchun bizga qoladigan gunohlar yig'ib yurganimizni juda ham yaxshi bilamiz. Qancha qizlarimiz pokira bo'lmay turib, oq libos kiyib, eng yaxshi kelinlik lavozimiga o'tirib turibdi. Qancha yigitlarimiz hali bo'ydoqman deb, lekin ikkitadan bolasi yetimxonada qon yig'layapti. Men zo'rman, erkakman, musulmonman deb otasi, onasi qariyalar uyda kutyapti. Yopti qilar biza bu dunyoda. Aka, uka, tanish, joni jigar, tutingan bilan berkitar biza aybimizni. Lekin u dunyoda Alloh bilan aybimizni berkita olmaymiz. Chunki Robbim olmaydi pora. Erkaklarimiz azob yeb, qiynalib, mehnat qilib ishlayapti. Ayollarimiz fahsh ish bilan, tana sotish bilan avora bo'lyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Sen musulmonmi deb savol bersa, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh ha deymiz, uyalmasdan yana.